Barcha voqealar o'ylab topilgan. Qani oshir? Uni to'xtating, yo'lini to'sing. Ha? Hoy, oshir. Agar sfera yerga tushsa, kollejga imtihon topshirishga majbur bo'lmaymiz, to'g'rimi? Yaxshi. Shan Yonxun. Qani oshiring, qani yo'lini to'ssangizchi. Sonjin o'rta maktabi. Bizani siqishni bas qil. Ular juda ham xunuk turibdi. Hoy, teman. Birinchi savol javobi Marsel, to'g'rimi? Ha? To'g'rimi? To'g'ri. Yaxshi. Voy. Ha, mayli, yo'qol. Chiyol. Teman aytishicha, birinchi savol javobi Marsel ekan. To'g'ri javob beribman. Menga aytishlaricha, javob 144 ekan. Nima? Kim aytdi? Qani? Jin ursin. Ya xudoyim. Hali ham sferalar haqida o'qiyapsanmi? Ular qachondan beri turibdi? O'tgan yildan berimi? Men ketdim. Yaxshimisiz? Nima bo'lyapti? Bu yerda maxluqlar bor-ku. Juda ham ko'p ekan. Ichida nima bo'lishi mumkin? Bu narsalar paydo bo'lganida aqlsiz nimadir bo'ladi deb o'ylagandim. Hay, agar o'zga sayyoraliklar bizni egallab olsa ham, imtihonlarni bekor qilishmaydi. Bu ham to'g'ri. Internet kafega boramizmi? Bunga qarshiligim yo'q. Yonxun, imtihonni yaxshi topshira oldingmi? Yonxun. Imtihon. Hoy, nega unga bunday savollar beryapsan? U sinf a'lochisi-ku, yaxshi topshirgan aniq. Hoy, men shunchaki gap boshlamoqchi edim. Nima kallang ishlamaydimi seni? Agar menga shunday muomala qilishsa, chidab tura olmagan bo'lardim. Bo'ldi, bas qil. Hoy, bas qil deyapman, nima qilyapsan? Kelajakda yurist yoki sudya bo'lishi mumkin. Shunday tanishlar kerak menga. Bas qilsang-chi, odamni uyaltiryapsan, ey. Hoy, to'xta. YouTube'dagi tomoshabinlarimga salom. Bugun siz bilan sferalar haqida gaplashamiz. Bu videoning ikkinchi qismi. Bu videoni tushunish uchun avval birinchi videoni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu sferalar o'zi nima bo'ldi? Buni qisqacha tushuntirib beraman.
Bu sferalar bir necha yil avval butun osmonni egallab oldi. Faqatgina Rossiya va boshqa issiq o'lkalardan tashqari. Bu sferalar ilk paydo bo'lgan vaqt yodingizdami? O'shanda butun dunyo endi halok bo'lamiz deb qichqirgan edi. Qo'rqib ketyapman. Endi barchamiz halok bo'lamiz. Turli mishmishlar ortidan butun dunyoda shovqin-suron boshlangandi. Lekin indamay qarab tura olmaymiz. Birinchi bo'lib zarba berishimiz kerak. Hujumga! Nima? Nega ko'payib ketishdi? Nima? Aynan o'shanda ularga hujum qilaversak, butun dunyo ushbu la'nati sferaga to'lib ketishini tushundik. Buni xavfli deb bilib hujum qilishni ham to'xtatishdi. Biz samoga qo'rqib qarayotganimizda olimlar tomonidan xabar keldi. Sun'iy yo'ldosh orqali biz ularni tekshirdik va dronlar yordamida olingan sfera bo'laklari ham tahlil qilindi. Tahlil javobiga ko'ra esa insonga xavfli hech nima u yerda yo'q ekan. Qisqa qilib aytganda, agar ularga tegmasak, ular ham bizga xavf tug'dirmaydi. Davlat bizga indamay yashashni davom etinglar dedi. Lekin nega ular bizga bor gapni aytishmayapti? Ammo bu vaziyatdan ham foydalanuvchilar topildi. Sharda samoga sayr qilish urfga kirdi. Ushbu sharlar yonida tushilgan suratlar Instagramni gullatdi. Odamlar yashashga o'rganib oldi va sferalar doimgidek samoda turibdi. Lekin ularga yaxshilab qarasa, xuddi o'ljasini kutayotgan katta ko'zli maxluqlarga o'xshamaydimi ular? Aytmoqchimanki, bu maxluqlar bizga hujum qilib qolishlari ham mumkin. Yoki bu gaplarim shunchaki ko'p film ko'rib yuborganimdan ham bo'lishi mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos obuna bo'ling. Like bosing va bildirishnomani yoqib qo'ying. Keyingi son ancha qiziq bo'ladi, sizlarni kutaman. Aydab tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Ro'maray va Ilhom ishtirok etdi. Maktabdan keyingi mashg'ulotlar. Qanday toza havo. Aynan shunga muhtoj edim. O'tgan safar o'ynagan stolimiz juda ham zo'r edi. Raqam necha edi? Hoy, yaramas bola, qayerga ketyapsan? Men birinchi edim-ku. Meni kechiring. Yonxun, sen ham shu o'yinni o'ynaysanmi? Nega u yerga ketyapsan? Xavfsiz maydon mana bu yerda-ku. Ana bu yerga borish kerak. Hoy, u yerda qasr bor. Rasvo o'ynarkansan, to'g'rimi? Mana bu tomonga borishing kerak, ana bu tomonga. Kel, o'zim ko'rsataman. Nega bunchalar qo'pol u? Senga uni joniga tegma deb aytgandim. Lekin o'zini tutishini ko'rsang-chi, odam ham shunaqa bo'ladimi? Yonxun avval boshqacha edi. Qanaqa edi? Hattoki biz bilan so'rashgani ham yo'q. Tag'in bizsiz internet kafega kelib o'yin o'ynab o'tiribdi. A'lochi bo'lishi mumkin, lekin biz o'zi Seulga o'qishga kira olamizmi? Seulga deysanmi? Kollejga? Kyonggi-doga kirsak ham minnatdor bo'lishimiz kerak.
Ustimdan kulishni bas qil. Imtihonni topshira olmagan bo'lsam ham, men tovuq go'shtini yeb olishim kerak. Tovuq go'shti hayot mazmunim. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot. Voy, ehtiyot bo'lsangiz-chi. Bo'ldi, bas qiling. Qani ko'taring 1 2 3. Yo, xudoyim-a. Gallavaranglar, bizni kechiring, iltimos bizni kechiring janob. Qani ko'tar. 1 2 3. Yo, xudo, odam bo'lmaysanlar. Qani bu yoqqa kel. Nima ahmoqmisan? Bu yoqqa kel deyapman, bu yoqqa kel. Ahmoqlar, bitta odamni ko'tara olmaysanlar. Tag'im o'zingizni harbiyman deyapsizmi? Yo xudo. Nega aynan bizni maydonga tushdi bu? Yer yuzi katta bo'lsa, aynan bizga tushibdi. Menimcha yerga tushgan birinchi sfera mana shu. Nima bu senga yoqyaptimi? Meni kechirasiz. Maxsus kiyimni kiyishimiz kerak emasmi? Hoy! Agar o'sha kiyimga nimadir bo'lsa nima bo'ladi? Pulini sen to'laysanmi? Yo'q, janob. Kelishunchaki komandir nimadir deyishini kutib turamiz. Juda ham ketdim o'zi. O, komandir keldi. O, nayni. Oyog'imni ol. 1 2 ol deyapman. Tekslaning. Yaxshimisiz, kapitan? Hech kim shikastlanmadi. Hammamiz sog'lig'imiz joyida. Oy ahmoq. Qanday yolg'on xabar bu? Nimalar bo'layotganini bilib turibman. Meni kechiring, janob. Bu yerda xizmat paytimiz bir g'alati narsa ro'y berdi. To'liqroq ma'lumot bormi? Hozircha yo'q. Qimirlayaptimi u? Yo'q. Shunchaki pastga tushdi. Kimlar shikastlandi? U aynan noxat maydoniga tushibdi. Nega aynan bizni maydonga tushdi bu? Xo'sh, endi nima qilmoqchisiz? To'g'risini aytsam, hali hech kimdan buyruq olganim yo'q edi. Odam bo'lmaysanlar senlar. Qani ber ko'raychi. Senga nima bo'lyapti? Nega qurolni beryapsan menga? Meni kechiring. Nima bo'lgan? Hammangga aqldan ozyapsanlarmi? Hammang bir ko'r. Hay, u yerdan qochinglar. Qochinglar, qochinglar. Qoshlaring deyapman. Tezlash. Toshmaqam, yo xudo, biz tashla hamma narsani. Tag'in